davom etadi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta layk va kommentariylarni qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Assalomu alaykum hammaga. Men bugun sizlarga CapCut telefonda emas, kompyuter versiyasida qanday qilib Coffee&Donkey videosini yaratishni ko'rsatib bermoqchiman. Ko'pchilik anchadan beri so'ragandi, anchadan beri chiqarishim kerak edi. Biroz cho'zilib ketdi. Buning uchun CapCut programmasini ochib oldim, ko'rib turganlaringdek. Bironta Coffee&Donkey o'sha musiqasi qatnashgan videoni olamiz. Mana olib proyektga tashlab oldim, novi proyekt ochib. Va buni split seans qilamiz. Ya'ni bu programmada split seansda har bitta kadrni alohida kadrga ajratib bo'lib beradi. Tekshirib chiqsalaring, nima har bitta kadr alohida bo'ladi. Mana bitta kadr tugayapti, keyingi kadrda bo'lyapti. Keyin yana biz oddiy multfilmda, bu Coffee&Donkey emas, oddiy multfilmda, mana shu multfilmda ko'rib turgan bo'lsang, 8 minutlik multfilm. Mana shu multfilmning qiziqarli joylaridan qiziqarli og'izni ko'proq ochib turgan holatlar yo yiqilib tushgan, bironta tez harakat qilgan joylardan parcha ozgina mana shu har bitta kadrimizga moslab kesib olamiz va mana shu kadrda ustiga joylab terib chiqamiz o'shani. Mana ko'rib turibsizlar. Birinchisiga ketayotganda o'sha birinchi kadrni qirqib oldim va buni sichqonchani o'ng tugmasini bosib, kopiya tugmasini bosamanda va joylash tugmasini bosib, inglizchasiga bu yoqda aytilgan, men o'zbekcha aytib ketyapman. Joylash tugmasini bosib, hammasini mana bu o'sha proyektimiz o'sha davom etgancha, keyin kadr boshlangancha hammasini kopiya qilib chiqamiz. Ko'rib turibsizlar. Kopiya qilib joylab chiqyapman hammasini. Xuddi shunday qilib davom etasizlar. Mana ko'rib turibsiz, pastdagi videoga e'tibor berishlaring kerak. Kadr tugagandan keyin, mana kadrlar almashgandan keyin yana boshqa kadr qo'shishlaring kerak. Buni hamma joyini olmaysizlar. Mana multfilmni kerakli, o'ziga jalb qiladigan qiziqarli voqealarni olasizlar. Yiqilib tushgan holati, og'zi ochilib turgan holati, og'zi qimirlab turgan holatlarni qirqib olasizlar va ustiga mana shuni har bittasini o'sha bitta kadrni ozgina joyini, bir necha sekundlar ketadigan joyini kesib olasizlar va joylab chiqasizlar. Balkim 1 sekundlik o'sha videoni kesib olayotgan bo'lishlaring mumkin. O'sha 1 sekundlik qilib kesib, ustiga mana shu videoni ustiga mos joylanishi kerak kadrlar ham. Shunda shu musiqaga mos video tayyor bo'ladi. Xuddi shunday qilib mana o'zimga qiziqarli kadr izlayapman, ko'rib turganlaringdek. Mana shu joyi og'zi qimirlab turgan joyi ekan, mana ko'rib turibsizlar, harakat qilyapti. Mana shu harakatni olaman. Asosiysi mana shu joyda harakatlanayotgan joyini to'g'ri kesib olish va to'g'ri joylashtirish kadrlarga mos qilib. Mana oldim va buni ham kopiya qilishingiz mumkin. Yana keyingi kadr izlayapman, keyingi kadrga ham mos rasm izlayapman. Keyin kadrlarga mos rasm izlaganda ko'proq agar og'zi harakatlanib turib qo'shiq aytayotgan bo'lsa, shunga mosroq kadr qo'yishingizga to'g'ri keladi. Ba'zi kadrlarda ovoz bo'lgan bilan juda ham anaqa bo'ladi. O'sha kadrlarga esa unaqa og'zi qimirlab turgan ko'rinishdagi bo'lishi shart emas. Asosiysi ritmga tushish kerak. Mana izlayapman. Ko'proq kadr izlashga, qiziqarli joyini izlashga ko'proq vaqtlaring ketib qoladi. Mana qirqib olyapman. Har bittasini qirqib olganda bilasizlar, split tugmasi bilan qirqib olamiz. Ko'rib turibsizlar. Split keraksizlarni o'chirib tashlaymiz delete tugmasi bilan. Kadrlarimizga mos qilib joylashimiz kerak. Mana bu qisqaligini ham, uzunligini ham, o'sha 1 sekundlik, 2 sekundlik kadrlarni moslab chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana asta sekinlik bilan joylab chiqyapman. Xuddi shunday joylab chiqishga to'g'ri keladi. Hammada har xil. Menda bitta videoni tayyorlashga taxminan yarim soat vaqtim ketadi. Bu videoda bunaqa Coffee&Donkey musiqasi ostidagi videolar bilasizlar, ancha yillardan beri trenddan qolmaydi. Chunki bunaqa musiqalarni
judayam ko'p yo'nalish o'zini videolarida foydalanadi. Teleskop yo'nalishi ham, AES yo'nalishi ham mana shu. Undan tashqari juda ham ko'p yo'nalishlar Alyandan keyin ham mana shu Coffee'dan keyin musiqalarida qatnashgan qahramonlarni, o'yinlarini, videolarini o'zining videolarida ishlatadi. Shuning uchun bu videolarda ulashish, boshqa ko'rishlar soni juda ham yuqori bo'ladi. Ham bu musiqa 1 minutlik, 1 minutdan ozgina oshiq bo'ladi. Shuning uchun ham prosmotrlar soni ko'p bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, mana qirqishda davom etyapmiz. Kadrlarga moslab, uzun qisqaligini mana shunaqa qilib joylab borishimiz kerak bo'ladi. Har bittasini kopiya qilib, keyin o'rtada mana ko'rib turgan bo'lsalaring, bitta kadrdan keyin yana eski kadr kelyapti. O'shalar tugash joyida bilinadi. O'sha nima, mana bu tugmani silchitib etganingda mana o'rtada bitta kadr kelyaptimi, eski kadr aylanib yana o'shani eski kadrni kopiya qilib va davom etasiz. Va yana yangi kadr boshlansa, yangi kadr qo'shasiz ham. Agar 2 marta takrorlangan kadr bo'lsa, siz ham o'zingizni kadrlaysiz, xuddi shuni takrorlashingiz mumkin. Mana asta-sekinlik bilan davom etib qirqib boryapmiz. Keyin har safar bir xil videodan foydalanmang, har safar har xil videolardan foydalaning. Keyin bu videolarda ovozini ham albatta effekt berib o'zgartiring. Original ovozda qo'yish mumkin emas. Ovoziga effekt berib ovozni o'zgartirsangiz, musiqasiga jalba tushmaydi. Shunda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Har bitta musiqada ba'zi musiqalar borki, effekt bersangiz ham jalba tushishi mumkin, lekin Coffee'dan keyin nima ishlatish mumkin bo'lgan green screenlari bor. Shuning uchun ishlatsa bo'ladi. Faqat o'sha aynan videodagi ovozni emas, boshqa ovozni qo'yishingiz kerak. Bilasizlar, ovozlarda juda ham effektlarning turlari ko'p. Birontasidan foydalanib, effekt ovozini albatta o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Bu videoni to'g'risi telefonda tayyorlab ko'rmadim. Telefonda bunaqangi qiyin videolarni tayyorlasa bilmadim. Ko'p vaqt olsa kerak. Baribir telefonda biroz qiyinroq. Ko'rib turganlaringdek, lekin telefonda ham aynan aksdan ta'sir beruvchi tugmamiz mavjud. Agar tayyorlash mumkin bo'lsa ham qisqa videolarni Coffee'dan o'xshagan qisqa videolarni 10 sekundliklarni tayyorlab ko'rsa bo'ladi. Mana kadr tanlayapmiz. Kadr tanlashga biroz ko'p vaqt ketib qolyapti. Qiziqarli kadrlarni ochishingiz kerak. Mana bu joyda mana yiqilib tushyapti. O'sha kadrni olamiz. Ko'rib turganlaringdek, mana joylab buni ham kopiya qilib olamiz. 1 minutlik video, o'shaning uchun unaqangi ko'p kadr kerak bo'lmaydi. O'sha kadrlarni ko'rasizlar, balkim 10 ta, balkim 12 ta, balkim 15 ta kadr kerak bo'lishi mumkin. Kadrlar ham takrorlanishi mumkin. Mana bu joy qiziqroq ekan. Men mana shu joyni kesib o'zimning videoyimda ishlataman. Keraksiz joylarni o'chirib tashlayman. Coffee'dan keyin yo'nalishida o'zim ham kanalim bor. Ko'proq bu yo'nalishda ham trenddagi qahramonlarni ishlatishingiz kerak. Shunda prosmotr yaxshi bo'ladi. Masalan, hozir men sizlarga Sprunkini ko'rsatyapman. Sprunki trendda bo'lganligi uchun Amerika yo'nalishida trendlar juda ham tez o'zgarib turadi memlari. O'sha qaysi mem trendda bo'lsa, o'sha qidiruvda ko'proq beriladi va o'sha qidiruvdagi ko'proq berilgan memlardan siz ham o'zingizning yo'nalishingizda Coffee'dan keyin tayyorlasangiz yaxshi prosmotr bo'ladi. Har bitta yo'nalishda o'sha trenddagi memlardan foydalanish kerak. Teleskopda ham, o'sha boshqa yo'nalishlarda ham hammasida qatnashadigan Amerika trenddagi memlari bir xil bo'lishi, o'sha trenddagi memlardan foydalanish kerak. Keyin ularda trend ham juda ham tez o'zgarib turadi. Shunga ham e'tibor berish kerak. O'sha trendga qarab videolaringizga o'sha musiqalardan yo boshqa videolardan, animatsiya multfilmlardan, hamma kinolardan ham olib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu agar kinolardan ham olib qo'yishingiz mumkin bo'ladi Coffee'dan keyinsini.
umuman qo'rqinchli kinolardan ham bu yo'nalishda juda ham keng tarmoqli yo'nalish bo'lib, o'zingiz xohlagan hatto o'zingiz xohlagan videodan olib qiziqarli joyini o'zingiz yaratgan videolardan ham Coffeen'dan keyin qilsangiz bo'ladi. Endi ko'rib turibsizlar, mana bu videolarni kesib joylab oldim. Endi bularni orasi ochiq bo'lib qolganligi uchun, mana ko'rib turibsizlar, ochiq bo'lgan joyida ko'rinib qoladi. Video ustiga video taxlanganligi uchun hammasini yopib chiqyapman. Hammasini yopib chiqyapman. Xuddi shunday qilib sizlar ham hammasini yopib to'g'rilab chiqasizlar. Agar bo'lmasa videolar ostidagi video borligi ozgina joylari tezlikda o'tib ko'rinib qolishi mumkin. O'sha yopish uchun bilasizlar, kengaytirib olishimiz kerak. Shundagina yaxshi ko'rinadi orasida ochiq joy borligi va oson bo'ladi. Mana rasmlarni, video kadrlarni to'g'rilab oldik. Endi har bitta kadrda ustiga bosib, belgilab, ko'rsatgan tugma mirror tugmasini ustiga bosasiz va ko'rib turibsizlar, kadr o'zgaryapti, qimirlayapti. Birinchi kadrimizda faqat boshida boshlanishi videoni bir tomonga qarab harakatlanganligi uchun men boshida faqat bir marta bosaman. Har bitta kadrda tugmani faqat bir tomonga qarab harakat qilib. O'sha harakat tugagandan keyin ikki tomonga qarab harakat qilingandan keyin ikki marta bosaman va ikki tomonga qarab harakat qiladi kadrlar. Hozir faqat pastdagi video bir tomonga qaraganligi uchun bir tomonga qarab videoni kadrni mirrorni bosyapman. Endi ikki tomonga qarab kadrlarimiz boshlanyapti. Men mana ikki tomonga qarab ikki martadan bosyapman. Mirror tugmasini bu tomonga qarab o'ngga va chapga qarab. Bilasizlar, bu videoni asosi akslantiruvchi va o'ngga va chapga qarab va ketma-ket harakatlar davom etishdan tashkil topgan bu videoni montaj qismi. Mana keyin kadrimiz. Buni ham ikki marta har bittasini ustiga bosib, ikki martadan mirror tugmasini ikki martadan qaytarilib bosib chiqamiz. Xuddi shunday videoni oxirigacha mana shunday qilib davom etib chiqamiz. Keyin birinchi videoni ovozi qolishi kerak, ikkinchi videoni ovozini o'chirib qo'yishlaring kerak albatta. Agar bo'lmasa, ikkita videoni ovozi ham qo'shilib ketadi videolaringizda. Ikkita videoni ham ovozini eshitishingiz mumkin. Bizga hozir birinchi videoni ovozi kerak. O'sha ritmga moslab video tayyorlaganmiz. Ikkinchi videoni ovozi esa kerak emas, chunki ikkinchi video multfilmdan iborat bo'ladi. Bizga musiqasi kerak bo'lganligi uchun o'sha birinchi musiqali video qoladi ovozi va ikkinchisini o'chirib tashlashimizga to'g'ri keladi. Xuddi shunday men ko'rsatgandek qilib har bittasida harakatlariga qarab bir marta, ikki martadan o'sha mirror tugmasini ikki martalab harakatlantirib videoni oxirigacha mana shunaqa bosib chiqasiz. Har bitta kadrga o'tkazib. Keyin kadrlaringizda bu videoni eksport qilib, saqlanib qilib tugatmaganingizcha bu videoni qanday chiqqanligi ko'rinmaydi. Harakatlari hech nima o'zgarishsiz qoladi. Hatto telefonda bajarganda ham xuddi shunday. O'zgarishni faqat o'sha saqlanib qilganingizdan keyin sezasiz video montaj jarayonida qanday videoyingiz ko'ringanligini. Va bu yoqda unaqa o'zingiz oddiy ko'rganingizda unaqangi harakatlari bilinmaydi. Shuning uchun albatta birinchi videoyingiz tayyor bo'lgandan keyin eksport qilib bilishingiz kerak bo'ladi. Mana videoni davom ettiryapmiz. Ko'rib turganlaringdek mana bu qismini ham qo'yib olgandik. Buni ham akslantiramiz. Trendlar asosan nimaga ko'proq qaratiladi? Trendlar menimcha telefonimizda ko'proq qaysi o'yinlarda reklama qilyapti, o'sha trendga yaqin bo'ladi. O'zbek trendida ham, chet ellikida ham. Qaysi yoki programmalarni ham reklama qiladi, bilasizlar. Hozir telefonda o'zida ham biron nimani ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'sha YouTubedan tashqari o'zimizda ham reklamalar juda ham ko'p. Bironta programmada ishlasangiz ham uning ham reklamasi bor.
Xuddi shunday qilib davom etib ketaveramiz, harakatlantirib har bitta kadrda ustiga bosib erinmasdan va uni mirror tugmasini bosib chiqamiz. Bizga qulay bo'lishi uchun ko'rib turganlaringdek kengaytirib olganman kadrlarni. Mana shu joyda og'zi qimirlab turganligi uchun mana shu qiziqarli og'zi qimirlaydigan joylarni oldim. Ularni tez-tez qimirlatib beradi video jarayonida ko'rasizlar va qayta-qayta takrorlanadi. Pastdagi tugmani bosib, o'tkazib ketaverasizlar. Videoni kengaytirib olganlaring uchun, chunki kadrda o'ziga sig'maydi. Kengaytirganimizdan keyin ko'rib turibsizlar. Mana davom etyapmiz. Xuddi shunday qilib videomiz tugay deb qoldi. Davom etib ketaveramiz. Keyin agar sizlar mana shu yo'nalishda ijod qilmoqchi bo'lsalaring, har bitta yo'nalishda ham birinchi har bitta yo'nalishda ijod qilish uchun bir nechta sizlarga maslahatim. Oldin bir 20 ta 30 ta video tayyorlab olinglar, keyin kanal ochinglar, chunki kanalda har kuni video chiqarishga vaqtlaring bo'lmasligi mumkin, yo boshqa ishlaring bo'lishi mumkin. O'shanaqa vaqtda ham videoni o'sha doimiy ketma-ketlikda boshlang'ich video kanal ochganingizdan keyin bir xil vaqtda har kuni yuklab borsangiz kanalingiz tez ko'tariladi va YouTube doimiylikni yaxshi ko'radi. Shuning uchun doimiy bir xil vaqtda video qilib borsalaring kanallaring tez ko'tariladi. O'sha trenddagi qahramonlar va taglarga ham albatta e'tibor beringlar. Ba'zi bir kanallarni ko'rib qolamiz, juda ham ko'p videolar yuklab tashlagan, lekin tayinli nom yozmagan bo'ladi. Umuman prosmotr 0. Nima uchun? O'sha videoni nomlashda ham albatta e'tibor berish kerak. Chunki bizning videomiz bir kun, 2 kun YouTube reklama qilib ko'rsatishi mumkin. Keyingi kunlari asosan qidiruvga berilganda kelib chiqadigan hisoblanadi, qidiruvga berilganda. Mana videomiz tugadi va ovozini o'chirdim. Endi nomini yozamiz, saqlaymiz. Kompyuterimizga nomini saqlab qo'yamiz. Yozyapmiz Coffin keyin Sprunky deb va eksport qilamiz. Eksport qilamizda keyin videomizni ko'rib chiqamiz. Mana ko'rib turibsizlar. 1 minutlik video eksportga unaqa ko'p vaqt ketmaydi. Coffin keyin musiqalari asosan 1,5 minutgacha bo'ladi, bilasizlar buni. Lekin 1 minutdan oshiq bo'ladi. Shuning uchun teleskop yo'nalishida o'sha 1 minutlik joylarini albatta 1 minutlik videolardan foydalanadi. Keyin sizlarga video o'rtasida maslahat berib ketaman. Videoni katta kanallarga ko'tarish uchun, obunachi tez yig'ish uchun albatta katta videolar bilan tez obunachi yig'ish qiyin. Sizlarga maslahatim albatta short video ham qo'yib boringlar kanallaringga. Ikkita tomonlama. Agar faqat sizda prosmotr bo'lsa, obunachi bo'lmasa ham kanalingiz tez ko'tarilmaydi. Obunachi bo'lib, o'shaning uchun ikkalasi ham birdek ko'tarilishi kerak. Birinchi YouTube asosiy ko'tarilganda obunachi bilan yig'ishdan boshlanadi, ko'tarish jarayonida. Keyin esa prosmotrga e'tibor beriladi. Shuning uchun albatta kanal ochganda faqat katta yo'nalishda kanal ochsangiz ham shorts videolarni qo'yib borishni unutmang. Chunki tez kanalingiz obunachi yig'adi.
Mana tugayib qoldi videomiz. Albatta hozir men ovozni o'zgartirmadim. Albatta siz o'zgartiring. Videomizni mana topayapmiz. Va ko'ramiz. Ko'rib turibsizlar, mana boshida bir tomonga qarab harakat qilib ketyapti. Endi ikki tomonga qarab, ko'rib turibsizlar, mana bu ham ikki tomonga qarab harakatlanyapti. Bu tomonga, bu tomonga. Videoni boshqatdan ovoz yozganim uchun hozir videoni ovoz chiqmayapti. Mana ko'rib turibsizlar, o'ngga, chapga harakat